Barcha mana platformalar bo'yicha kuzatuvchilar, bugun biz velotrenajyori foydasi, velotrenajyorda shug'ullanishni aytmoqchiman. 30-35-40 yoshga kirmasdan hammada prostatit, adenoma, potensiyaning pasayishi kasalliklari ko'payib ketdi. Buning asosiy sababi ota-bobolarimiz ot eshak minganlar va prostata bezi massaj bo'lgan. Biz hech narsa bilan shug'ullanmay qo'ydik. Shuning uchun velosiped minish haftasiga 2 kun, 3 kun, velotrenajyorda shug'ullanib turish haftasiga 2 kun, 3 kun mana shu prostatit, adenoma hamda potensiyaning pasayish kasalliklariga profilaktika bo'ladi va kasalliklari bo'lsa davolaydi. O'shaning uchun ana velotrenajyorda shug'ullanishni maslahatga ko'rsataman.